Oyijon, yurishim bor edi. Shtuchniy pirojniydan menga 30 tagina tayyorlab bera olasizmi dedilar. Iye, shuni ham so'rab o'tirasizmi deb srazu tayyorlashga kirishib ketdim. Tuxum ustidan shakari solib, oppoq bo'lguncha mikser qilib olamiz. Vaqt sinovidan o'tgan sifatli sutga sodani solib, massamizga qo'shamiz va o'simlik yog' ham qo'shib yuboramiz. Endi ularni ham bir mikserlab, un va kakaolarni ham sitadan o'tkazib aralashtirib yuboramiz. Ustidan vanilin va razrahiteldan solib, hammasi bitta bo'lib aralashib ketguncha aralashtiramiz va ustidan qaynab turgan suvdan solib, hamma massamizni birlashtirib olamiz. Nimaga issiq suv solingan demanglar. Shu usulda tayyorlab ko'rganman, juda ham barakali chiqadi va menga aynan shu usulda tayyorlangan biskvitdan trifle tayyorlash juda ham yoqadi. Tayyor bo'lgan biskvitimizni choperda maydalab, ustidan sut bilan propitka qilib, ustidan istagan mevalarimizni terib chiqamiz va albatta eng mazali bo'lgan qaymoqli krem tayyorlab olamiz. Krem uchun aynan shu slivkalardan foydalandim. Proporsiyalarni opisaniyada yozib qoldiraman. Krem mazali chiqqandan bolalarim bitta-bitta cho'qilab hamma joyi dabdala qilib tashashibdi. Yaxshi ham korzinkadan shu vilada sochiqlardan olganman. 5 daqiqada hamma yon tozalab tashadim. Namlikni yaxshi shimadi va o'zidan dog' qoldirmaydi. Xo'sh, endi triflga qaytsak, ustiga shokoladni glazur uchun shokolad va qaymoqni mikrovolnovkada eritib olasiz va ustidan shunaqa quyib chiqib, xohishga ko'ra o'zingizni fantaziyangizga qarab ustalarini bezatib olasiz. Mana birpasda Oyjonni tog'oralariga ketadigan shirinliklar ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham shu usulda tayyorlash uchun videoni saqlanib qo'ying.